ochiq gap yashashga yo'g'i mana shu qurilish bo'lmasligi uchun kimlarga chiqyapti. Ha, chiqaveradi. Bu akalar hamma uchun foydali bo'ladi-da. Kimdir bittagina do'kondan ketishi mumkin-u, bu davlat komissiyasini to'laydi. Lekin bu Chimyonni butun respublika emas, O'rta Osiyoga nima deydi? Dunyoga ko'rsatadigan joy bo'ladi-da. Mana shu stend, mana shu yerda stendga o'rniga mashinalar mana shunaqa turibdi. Ertaga 9 da kelsa o'tib bo'lmaydi. Ha, shuning uchun mana bu tomonlari olinadi, chiroyli proyekt loyiha qilinadi, qonun qoidasi bo'yicha hammasiningini kompensiyasi ham to'lanadi, birov norozi bo'lmaydi. Hamma rozi bo'ladi. Mana shu tomon mana ertaga kampda bolani urib ketsa yo bir avariya holati bo'lsa kim javob beradi? Shuning uchun nari tomondan ham bu tomondan ham ochilib chiroyli qilib hisob-kitob qilamiz. Odamlarga shu ish kerak. Bular tushuntiryapti, har tomonlama. Shu ish bo'lmasligi uchun kimlar keldi, kimlar bo'lmayapti. Ochiq gap. Bo'lmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshilikqa. Foyda bo'lsa borki, biz xalqimizga zarar joyi yo'q bitta ham. Buni endi to'g'ri qabul qilish kerak. To'g'ri narsa.